qismini, ikkinchi qismini o'zi. Ikkinchi sonini boshqatdan. Demak, bu sizlarning talabingizga binoan Ko'rsatuvimizning ikkinchi qismini kommentariylarni o'qib chiqamiz. ketdik. Ko'rsatuvlar juda ham pozitiv. Omad Shahrizoda opa Azim aka. Nima Azim aka pas? Bittasi yomon yolg'on yozibdi lekin. Juda chiroylisiz Shahrizoda. Ko'rolmaslikdan bunaqa yolg'onga yo'ymay Eng qizig'i Zodem turibdi deynikida. Demak, Shahrizoda o'ziga o'zi kommentariy yozadi. Jonli ijro gap yo'q, lekin juda ham ajoyib chiqibdi. Menga yoqmadi. Hazillashdim. Yoqmayapti shu kommentariyani o'qing. O'qi. Azimjon zo'r. Nice. Limonni oxirigacha yeyish kerak. Kim yeydi keyin uni? Shahri yeb qo'yadi. Shahri limonlarni yaxshi ko'radi. Hamma qolgan qutganlar Shahriga beramiz. Har doim kulib yuring. Kulganingizda meni eslang. Karimasmi? Karima. Ro'zamonku qanaqa qilib limon yeydi? Ro'zamonku. Ramazonku. Oh my god! Bizani ko'rsatuvimiz syomkasi kechqurun 9:10 larda boshlanib, 12 larda Shu narsa aytmoqchi edim. Qalampirni o'rniga chesnak qo'yish kerak edi. Unda ularga emas, bizga qiyin bo'lardi-da. Chunki yonmay o'tirib gaplashishimiz bor. Demak, hozircha faqat shu kommentariyalarni o'qib video qildik. Keyingi videolar chiqishi uchun sizlar pozitiv va ko'proq kommentariy yozishingiz to'g'ri keladi. To'ppa-to'g'ri. Yana bir narsani eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimizga obuna bo'lish, ko'rsatuvimizning sonlariga like bosish esdan chiqmasin. Oxirgi Faxriyor bilan Hamid chiqqan sonda 5000 ta like bo'lishi bilan biz navbatdagi sonni syomkasini boshlaymiz va tez orada sizlar uchun bu taqdim etiladi. Shuning uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Sog' bo'linglar.